Hovli barakada navbatdagi hovli, hurmatli kuzatuvchilar, 4 sotixdan iborat 3 ta xonasi bor, remontga tayyor hovlimiz sotuvga qo'yilyapti arzon narxlarda. Demak, gipsokarton mahsulotlarini ham ketib qo'yganlar. Asosiy katta zal qismidamiz, fasadimiz juda ham uzun, remontga tayyor hovlimiz shpaklovkadan chiqqan, elektr montaj ishlari ham bo'lgan. Ko'rishimiz mumkin, isitish tizimlari qilingan, turbalari mabodoga hozirgi zamonaviy stilda qilsangiz ham bo'ladi isitishini. Hamda uzun koridorimizni ko'rishimiz mumkin. Koridorda oxirida, mana bu yerda, yo'lakning oxirida hojatxona hamda yuvinish xonasi uchun joylari tashab ketilgan hamda santexnik ishlari ham qilib qo'yilgan. Keling, mana bu yerda yana bitta xonamiz. Xohlasangiz tashqarida bir muncha qurilish qilish uchun joylari bor. Oshxona qilsangiz bo'ladi o'sha joyda yoki mana bu yerda oshxona qilib qo'yib, yana bitta xonamizni yotoqxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keling. Qarang, mana bu xonamiz ham shpaklovkadan chiqqan. Deraza romlari o'rnatib qo'yilgan, akfa. Mabodoga uni ham almashtirib olsangiz bo'ladi, lekin holati yaxshi bo'lib turibdi. Bu yerda akfa eshiklarni o'rnatib qo'yilgan. Hozir sizga ichki proyektini ko'rsatib o'tamiz. Supamizni keling. Mana darvoza qismi, tashqi fasadlarimiz anchagina uzun, video kadrlarini ko'rishlaringiz mumkin. Darvozaxona qismida ikkita mashina bemalol sig'adi va o'zini yashil hududi o'rtada. Va mana bu yerda qurilish qilish uchun yana bir qancha joylarni ko'rishimiz mumkin. Kotol tizimlari o'rnatib qo'yilgan. Kim Narpayda Big Marketni biladigan bo'lsa, trassaga chiqib ketaverishda o'sha Big Marketga yetmasi ushbu xonadonimiz joylashgan, toza havo bag'rida. Kim shahar shovqinidan zerikkan bo'lsa, toza havo bag'ridagi ushbu 4 sotixlik katta sifat hovlimizni tavsiya qilaman. Narxi juda ham yengil narxda sotuvga qo'yiladi. Faqatgina qiziqqan ushbu joyga, hovliga qiziqqanligi narxi aytiladi. Pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni olsalaringiz bo'ladi hamda kvartiraga barter variantlari ushbu hovlimiz ko'rib chiqiladi. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga hozirroq qo'ng'iroq qiling va Hovli Baraka kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Yaxshi hovlilarni Navoiy shahar atrofidan ko'rib borasiz.